Mo'mi silishdi, baqali qilish assa desam ishinamla tuqqanlar. Ammo quvvatim mo'mi tugul nandimi ortiqchimi? Qaraslama xurishlarga nang'i muncha mol xurish ketmas. Yaqinda bir yurakka yamma jutlish kitballajimi sevimlik tuqqanlarim. Aymay bir qo'ysira qo'llash ozuqasi bizning qizg'inligimiz suzdish kitqaldi ekan. Aldi bilan sumay bilan qo'ymayni soda bilan qo'shib may oqargacha ko'ptirib olmiz. Bugun ishlatganim bo'lsa Alnuriniki tunji siqim 1-darajalik sap qo'naqmeyi. May oqargandagi shikarni sap shikar yarim erigicha ko'ptirmiz. Tuqqanlar yarim erisili bo'ldi. Oqida tuxumni qo'yib kichik ko'kchilar paydo bo'lg'ichi ko'ptirmiz. Andi sap asal qo'ydik. Mana tuqqanlar sap asal qo'yganda baqalimiz teg'imi quvvatli ham teg'imi yeyishga ko'pliqama qizirib chiroyli pishidi. Asal amna allish ketgandagi Alnuriniki yashil o'lchimidagi tugma unday qo'ydim. Men tuqqanlar qo'noq unidan qo'ydim. Tegma uni doyinda qudimda bajimi tuqqanlarim kirib setib olsa bo'ldi. Mana tuqqanlar ko'rib turiblar shunchalik assojim mo'misaslan bunchalik assa emasdi. Qo'llarni unga tiqmay turib qildiga turiblar ko'rib mashaychan kiplar so'mlik tuqqanlarim yuraklarga yuraklarni biraverib aldirmay pishqa yerini ko'raverib kichik tanlajimi adamni bir tiyin tikitikanlar yerimini ko'rib liseraverganga aldirib biz ikkidan savr qislar meni qiliblarni maylab mo'nqo'yni to'kib bo'sh uruslar ichidagi havo ko'p kichilari chiqib tekshilindi ustiga kava urg'ay qari ko'njat yang'oq degandek nimlancha ichib biza qo'yslar bo'ldi degan gap. Ammo oldin qizdivaga do'qibimizda asti usti 150 gradusda 30 minut pishar saqlar shunchalik o'xshagan baqalarimizda yavoldi tuqqanlar. Hozir bolalarniki imtihon berish mezgilida atdiganda nashliqqa cho'qim qipaslarjimi tuqqanlarim xayri xo'sh.